Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Lamon Browndan chiqqan qizil to'g'larimiz sotiladi. Bu to'g'larimizdan hozircha 150 dona qolgan. Narxi 100 ming so'mdan sotilyapti tuxumda. Manzilimiz Toshkent Nazarbekda. Kelib ko'rib netib olsalaring bo'laveradi. Agar hammasini 150 tanesini birdaniga olaman deganlarga 95 ming so'm qilib berilaveradi. Kelib ko'rib netib olish imkoniyati bor. Hamma vaksinalari qilingan, sog'lom. Bu Lamon Browndan chiqqan bo'ladi. Onasi Lamon Brownda shu toza germanskiy matchnisi bo'ladi. Otasi oddiy qora tovuq. Ashuna qora xo'roz bo'lgan. Shuni hisobiga bular radiken hisoblanadi. Gibrid chatishib chiqqan tovuqlar. Tuxum berish foizlari bir Lamon Brown bilan yiliga 300-320 tuxum beriladi. Beraveradi. Kurk bo'lmaydi. Kurk bo'lish foizi juda ham kam holatlarda. Misol 1000 tadan bitta holatda bir dona kurki bo'lib qolish ehtimoli bor. Lekin juda ham kam holatda bo'ladi. Toshkent viloyati, Toshkent boshqa O'zbekiston viloyatlariga dastavkalarimiz bor. Faqat dastavkalarimiz alohida hisoblanadi. Uzoqdagilar bo'lsa bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Bundan tashqari keyingi partiyalarimizda oq sendilarimiz bo'ladi. Bu gibridlardan shu 1 yil davomida bir marta chiqadi xolos. Bundan buyog'iga faqat germanskiy sendilar sotuvi boshlanadi. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'ling, like, podpiska bosish eslaringizdan chiqmasin.